Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun 25 yanvar. Ana shu Cobalt sotiladi. Yili 2014-yil. Avtomat. Kraskasi 100% родной. Balonlari yangi qo'yilgan. Avtomat diskda. Mana salonning ko'rinishi, chexol polik, lelinim to'shalmagan. 255 ming kilometr yetibdi. Video registratorlari bor. Sensorli magnitofonlar qo'yilgan. Eksport varianti yevro xili. Bahosida arzon, srochna kelishib beriladi. Elde arka kameraları var. Metanda 80'lik. Hazır motor holatini ham ko'ramiz. Mana motorning ko'rinishi, motor satori ochilmagan. Akkumulyatorlar yangi qo'yilgan, ABS konditsioner bor. Xullas, yevro varianti bu, ekonomizeri bor. Xullas, chotki mashina. Bu mashinaning bahosi do'stlar 90 million so'm, srochna sotiladi. Ekrandagi telefon nomerlariga telefon qilaverasizlar. Adres Ellikqal'a tumani, Qilchinoq ofida do'stlar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Kanalimizda yangi bo'lsanglar, obuna bo'lishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videolar kuzatishda davom eting.